Akalar bitta zo'r elektromobil ko'rsataman. Narxi ham arzon, yili ham yangi. Yuan Up 2025-yildan haydalgan, 2024-yil chiqqan salonlar. Xo'p. 4 oy bo'g'idda haydabdilar. Probegi endi 6000 kilometr bo'libdi, ko'rishingiz mumkin. Sostoyanasi yengidek holatda bo'lib turibdi. Hech qanday texnik shu. Zapas xodlari 401 kilometr. Xo'p. Akalar ko'chada zaryadga qilsanglar, gidetda bir 100 ming so'mga to'ladi. 300 tadan 350 tagacha yuradi. Gidetda bir 4 kun, 5 kun haydaysizlar deganida bu. Xo'p, ayollarimizga ham zo'r variant olib bersanglar agar nima navorot kerak desanglar, hammasidan bor. Ozmaslik salonlarni ko'rsataman. Salonlari ham juda ham chiroyli ishlangan. Narxi ham arzon. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ashkalarni qirilib, chizilib ketmagan, yengidek holatda bo'lib turibdi. Sidenalari ham 6000 kilometr yurgan mashina yangi bo'lmay nima bo'lsin. Bu yerda tapetkalari, bu yerda monitor, slipoy zona, hop, beskluchoy dostуп. Hamma navorati bor. Xudo xolasa bemalol telefon qilib baraka qilsangiz bo'ladi. Klimat kontrol, kruz kontrol hammasidan bor. Balonlar ham yangi bo'lib turibdi. Egalarni men pastda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsangiz bo'ladi. Biz bu mashinamizni sizlarga 18,5 mingga berib yuboramiz.